amalga oshirgan to'lovim $1,500 bo'lgan. Hozirda mana yanvar oyi chegirmalari bu sizlarga juda katta imkoniyatlar. O'sha men to'laganimni 3 dan 1ini to'lab o'qish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin ekan. Assalomu alaykum hammaga. Mana Otoy Platform akademiyasini tugatib, Xudo xohlasa sertifikatlarni oldik. Bashi ishxona ish davomida, o'sha o'qishimiz davomida orttirgan daromadlarimiz, orttirgan bilimlarimiz hammasi bizni tepaga yuksaltirdi. Mana Xudo xohlasa haqiqiy barber bo'lib yetishib, mana endi ertaga Moskvaga Xudo xohlasa barber shopga ketamiz. Bu yoqda kelgandagi uruvingiz bilan hozirgi betdan chiqqan uruvingizni ancha teparoqda bilarkansiz o'zingizni. O'sha oldingi ishingiz bilan hozirgi bu yoqda qilayotgan ishingizni solishtirsangiz ham o'zi ancha farq sezar ekansiz. Men bu yoqqa o'qishga kelishdan oldingi o'zimni stajim, o'zimni viloyatimda o'sha Chinozda turaman. O'zim Toshkent viloyati Chinozdanman. O'sha Chinozda o'zida men 4 yil stajga egaman. Bu yoqqa kelib men malakam oshirib, bilmagan narsalarimni o'rgandim. Bu yoqda men master bo'lib keldim. Menga nisbatan unaqa qo'pollik bo'lgani, bu yoqda kelgan noldan kelgan shogirdlar uchun Otabek akam o'zi kerak bo'lsa urib, kerak bo'lsa so'kib, baqirib, hammasini o'rgatib borishdi. Lekin hamma hozir eshitgan so'kishiga, yegan kaltasiga уже mindan-men rozi. Hozir hamma tashqarida bu zalimizda ishlashyapti. Hamma o'zini уже 1,5 oylik shogirdlar ham noldan kelgan odamlar уже o'zini anaqasiga erishyapti. Mehnatini narxlab, o'sha mehnatiga haq olishni boshlagan. O'zini ustida daromadga chiqishgan. Men bu yoqda o'qishim davomida misol bir kunda 200 ming so'm, 300 ming so'm olib ketaman uyga. Misol kundalik rasxotimga chiqqan pulim, boshqa o'zimga qoladigan pulim, pashti bergan $1,500 pulimni o'sha o'qishni bitirguncha pashti $1,000 oqlab qo'ydim. Biz bir mahal obed bilan, yotoq joylar bilan ta'minlandik. Ekologiya hamma sharoitlari yaxshi. Bu yoqda Otoy Platovda o'zidan shaxsan dars oldik. Hammasi kutganimdan-da yaxshiroq bo'lib chiqdi. Mana Xudo xolasa yana ham o'sha soch olishlarini o'zi Xudo xolasa video davomida qo'yib boriladi. Ancha o'zim ustimda master bo'lganim, o'zim ustimda yana ham ishlaganim o'zimga sezildi. Men hozirda yaxshi barberlar qatoriga kirdim deb o'zim hisoblayman. Chunki men o'zim olgan sochlarimdan Otabek ham ko'ngli to'ladi. Boshqa barberlar ham ko'rib ko'ngli to'lib, o'sha men o'zimga bo'lgan ishonchim, o'zimga bo'lgan narxini, o'zimni mehnatimni qiymatini o'sha men bu yoqda anglab yetdim. Men hammaga tavsiya qilardim, bu yoqqa kelishdi, bu yoqda o'zini ustida ishlashdi, bu yoqda o'zi Otabek Platov o'zidan shaxsan tanishib, bu yoqda shaxsan o'zlaridan dars olib, o'zlarining texnikalarini o'rganib, misol uchun men to'lagan pulimga nisbatan bu yoqda ancha ko'p narsa oldim deb o'ylayman. Chunki Otabek akaning ishlash texnikalari, ish betda o'rgatilgan kosmetik narsalar hammasi o'sha u bergan pulimdan ancha ustunroq va oqlash anaqasiga yetdi o'sha. Tем более menga bu yoqda Moskvadan ish chiqdi barber shopdan. Men betga bergan anaqamda mablag'imdan endi o'sha 2 haftada misol uchun oqlab olaman. Betga kelib hammaga tavsiya qilaman. Betga kelib o'zini ustida ishlashdi. O'sha faqat o'sha ishlayotgan joylarda qotib qolishdi emas, balkim kelib bu yoqda o'zingizlarning o'rningizga ega bo'lishdi, o'zingizlarning qiymatinglarni bilishni xohlasanglar, Otoy Platform akademiyasiga tashrif buyuring. Sizlarga ham hammanglarga kelishni maslahat beraman.